Soqolimni o'stirdim. Uning shakli yaxshi emas va tartibsiz. Ahli oilam menga tazyiq o'tkazayapti va ota-onam men g'ofil qolganimda qirib tashlash bilan tahdid qilishmoqda. Hamda bir siqim musht miqdoriga yetmadi. Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi degan so'zlarni menga hujjat qilishmoqda. Hech qachon ota-onangning bu buyrug'iga itoat qilma. Alloh taolo go'zal zot, u go'zallikni yaxshi ko'radi degan masalaga kelsak, u o'zi yaratgan har bir narsani go'zal qilgan. Gohida soqoling ota-onangga xunuk, ulardan boshqalarga esa go'zal bo'lib ko'rinishi mumkin. Shunday ekan bu da'vo hech qachon to'g'ri emas. Soqol senga yarashmayapti va hokazo gaplar. Go'zallik ayollarga xos. Erkak kishi esa erkak bo'lishi kerak. Ayol kishiga joker ham yoqishi mumkin. Shunday. Ba'zida ayol kishi chiroyli erkak nimaligini tushunmasligi ham mumkin. Adashtirib yuborishi ham mumkin. Joker ham yoqib qolishi mumkin. Sen esa erkak bo'lib qolaver. Nima ishing bor, chiroylimisan yoki yo'qmi? Go'zallik ayollar uchun. Oyatda nima deyildi? Zebu zinat ishida o'stiriladigan va husumat paytida ochiq oydin bo'la olmaydigan kimsanimi? Ayollarni ziynatlarida o'stirishadi. Erkaklarni esa yo'q, ularni jasorat ustida o'stirishadi. Shunday ekan ota-onangga bunday itoat qilma. Lekin ularga yaxshi muomalada bo'l, ular bilan yumshoq gaplash, chiroyli gaplar gapir, lekin bu masalada ularga itoat qilma.